Jigar akamiz aytganlariday o'ldim, kuydimdan o'zi foyda yo'q, zamonini ko'tarmaydi. Hozir zamon yo bitta diditcha yoki ana bunaqa ikki xonalik tayyor xonadonni olasiz-ku, keyin bitta eshikni borib taqillatadigan zamonga yetib keldik. Ikki xonalik xonamizni obzorini boshladik. Mana bu kuxnya xonasi g'ishtli domdan 3-qavatda joylashgan 5 qavatli dom. Buni qarang, nimani ko'ryapsiz? Barcha jihozlari qoladi, bitta o'ylari qilib qo'yilgan. Kirasiz, yashaysiz. Glavniy eshigimiz, kirdingizki to'g'rimizda san o'zimiz bo'lyapti, tomosha qiling. Isitish tizimlari, barcha narsalari qilib qo'yilgan, tayyorgina. Kirasiz, yashaysiz. Mebellarigacha bor. Mana bunisi yotoqxonamiz, televizor, barcha narsasi bor. Ajoyib territoriya, lokatsiya 5-mikrorayonda joylashgan. Bu yerda Dinamo Kalsudan kelishdi, bu yo'g'i esa Orbita. Mana bunisi esa uyimizni zal xonasi bo'lyapti. Balkoni ham bor, 3 metrlik открытый balkon. Uyimiz 64 metr kvadratdan iborat. Ajoyib konditsioner, qo'lin ugaloqlari, barcha jihozlari bor. Ikkitadan televizorlari bor. Narxi esa 46800 kami bor. Pastda nomerlar qoldiramiz, srojni qo'ng'iroq qiling, ajoyib xonadon.